Siz YouTube kanal ochmoqchisiz, lekin qanday nom qo'yishni bilmayapsiz. Eng zo'r nomlar allaqachon egallab bo'lingan, qancha o'ylasangiz ham xayolingizga yaxshi nom kelmayapti. Xavotirga o'rin yo'q. Bugungi videomizda men sizlarga mashhur kanallardek ajoyib nom topishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. YouTube kanal nomi qanday bo'lishi kerak? Nom tanlashda xatoliklar qilmasligimiz uchun avvalambor qanday nom qo'yish kerakligi haqida gaplashsak. YouTube qoidalari bo'yicha har xil haqoratli so'zlarni kanal nomiga yozish mumkin emas. Aks holda kanalingiz bloklanishi mumkin. Shuningdek, har xil emoji belgilar va g'alati shriftlar bilan yozishni ham tavsiya qilmayman. Sababi kanal nomi qanchalik qiyin bo'lsa, uni qidirib topish ham qiyin bo'ladi. Kanal nomi esda qoladigan, iloji boricha qisqacha va jarangdor bo'lishi kerak. Va yana eng muhimi do'stlar, kanal nomi takrorlanmas bo'lishi kerak, ya'ni hech kimnikiga o'xshamagan. Agarda siz biror bir mashhur yoki o'zingiz yoqtirgan kanal nomini o'zingizga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu sizga hech qanaqa yordam bermaydi. Naborot, bu sizga minusga ishlashi mumkin. Sababi YouTube dan qidirganda sizni kanalingizni topish qiyin bo'ladi. Hattoki siz ko'chirgan YouTube kanal egasi sizga shikoyat yozishi mumkin, ya'ni jalba. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun bizning YouTube do'konimizdan kanal ochib berish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bunda biz sizga o'zimiz nom topib beramiz, kanal ochamiz va to'liq nastroyka qilib, opisiyalargacha yozib beramiz. Bundan tashqari biz sizga dizayn, montaj va hokazolarda ham yordam bera olamiz. YouTube do'konimiz manzili video ostida bo'ladi. Endi esa men sizlarga birin-ketin ajoyib nom topishning 6 ta usullarini o'rgataman. Birinchi usul o'z ism-familiyangizdan foydalanish. Bu juda ham yaxshi variant. Ko'plab blogerlarni bilaman, o'z ism-familiyasi bilan YouTube kanal yuritishadi. Buning yaxshi tomoni, siz shaxs sifatida ko'proq e'tiborga tushasiz va odamlarda sizga bo'lgan ishonch ortadi. Birinchi kanalimda ham o'z ism-familiyamni qo'ymoqchi bo'lganman, lekin ism-familiyam sal uzun va esda qolish qiyinroq bo'lganligi uchun bu fikrdan qaytgan edim. Lekin baribir ushbu ikkinchi kanalimga o'z ism-familiyamni qo'ydim. Sababi aynan meni sohamda shaxsiy brend muhim. Lekin ism-familiyani ishlatishda ham ehtiyot bo'ling. Ya'ni iloji boricha sizga o'xshagan ism-familiyali kanal bo'lmasin. Ayniqsa faqatgina ismingizni qo'ymoqchi bo'lsangiz, bunaqangi kanallar soni yuzlab bo'lishi mumkin. Natijada aytib o'tganimdek, qidirganda sizni kanalingiz chiqmasligi mumkin. Ikkinchi usul sohangiz bo'yicha nom topish. Bunda siz o'z ismingiz va davomidan biror so'zdan foydalanishingiz mumkin. Bu so'z siz shug'ullanadigan sohaga aloqador bo'lgani yaxshi. Misol uchun, Teacher Azam, Azik Avto, IHA Life, Back Vlogs va hokazo. Bunda men hech qanaqa TV, uz yoki official kabi so'zlarni ishlatishni nazarda tutmayapman va bunday nom qo'yishni tavsiya ham qilmayman. Tepada aytib o'tganimdek, shug'ullanadigan kasbingizga aloqador so'z bo'lsin. Uchinchi usul kontentingiz yoki o'zingizga aloqador nom topish. Bu ikkinchi usulga ham o'xshab ketadi, lekin biz boshqacha so'zlardan foydalanamiz. Misol uchun, nima gap, subyektiv yoki aka-uka. Nima gap kanali podkast, ya'ni suhbat videolar qilganligi uchun Nima gap nomini tanlashgan. Subyektiv kanali esa shaxsiy fikrlar bo'lganligi uchun subyektiv deb qo'yishgan. Aka-uka kanalini esa aka-ukalar yuritgani uchun ham shunday nom qo'yishgan. Bular hech kimga sir emas. Siz ham bir qog'ozni olib, o'z sohangizga aloqador so'z va gaplarni yozib chiqsangiz, ichida mana shunday ajoyib nomlar topishingiz mumkin. 4-usul nickname o'ylab topish. Nickname'da hech qanaqa ma'no bo'lishi shart emas. Misol uchun, o'zimning 100 mingtalik kanalim nomi Viketta va bu so'zda hech qanaqa ma'no yo'q. Shunchaki bu nomni o'ylab topganman. Shuningdek, Fezot, Marmok, Reker va hokazo. Menimcha bularda ham ma'no bo'lmasa kerak, lekin ma'no bo'lsa ham zarari yo'q. Muhimi bu nomlar hech kimda bo'lmasligi kerak va esda qoladigan darajada qisqa bo'lgani yaxshi. Bunday nom topish uchun siz bir nechta usullardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, ismingizni teskari o'qish yoki ism-familiyangizdan kerakli harflarni terib olish, ikkita nomni birlashtirish yoki qandaydir brend nomlariga o'xshatish va shunga o'xshash usullar orqali ham yaxshi nom o'ylab topsangiz bo'ladi. Lekin bu har safar ham o'xshamasligi mumkin. Shuning uchun ko'proq harakat qilishni maslahat beraman. Nice. 5-usul ChatGPT dan foydalanish. Siz sun'iy intellektga murojaat qilib, kanalingiz uchun nom topib berishni iltimos qilsangiz bo'ladi. Lekin buning minus tomoni bor. Aksariyat hollarda bunday nomlar
allaqachon YouTube'da mavjud bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab nomni tekshirib, keyin foydalanishni tavsiya qilaman. ChatGPT manzili video ostida. 6-usul tayyor kanal sotib olish. Agarda siz tayyor YouTube kanal sotib olsangiz, kanal nomi ham, dizayni ham barchasi tayyor bo'ladi. Faqatgina o'z yo'nalishingizga mos kanal tanlashni maslahat beraman. Bunda sizga bizning YouTube Savdo 24 Telegram kanalimiz yordam beradi. Ushbu kanalda siz o'z budjetingizga yarasha yaxshi kanallarni topishingiz mumkin. Shuningdek, o'zingizda mavjud kanalni ham sotsangiz bo'ladi. Bu mening shaxsiy proyektim. Shuning uchun do'stlar, bemalol ishonishingiz mumkin. Hammasi ishonchli, xavfsiz va halol. Va yana bir muhim maslahat do'stlar, tanlagan nomingiz boshqa tarmoqlarda ham bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling va hozircha yuritmasangiz ham kerakli tarmoqlarda ushbu nomni egallab qo'ying. Meni o'zim Vigetta Telegram username'ni olish uchun 2 yil kutishimga to'g'ri keldi. Do'stlar, agarda videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, meni like va obuna bilan qo'llab-quvvatlang. Kommentariyada esa savollaringizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat.